Sizningcha qurilish kompaniyasi qanday bo'lishi kerak? Aynan shu savol bilan bugun xalqimizga yuzlanamiz. Sizningcha qurilish kompaniyasi qanday bo'lishi kerak? Qurilish kompaniyasi dom quradiganlar, shunaqa. Albatta. Sifatli bo'lishi kerak, sifatli narsalardan foydalanish kerak, ishonchli bo'lishi kerak va menimcha ko'p loyihalarni topshirgan bo'lishi kerak. O'ylaymanki, qurilish kompaniyada men uy sotib olishim uchun albatta buni живой отзывlari bo'lishi kerak. Avval qaysi uylarda qurib bitkizgan va hozirda uylarda holati qanaqa, tashqi fasadlarida shikastliklar, har xil noto'g'ri uyda buzilib ketishi yoki yer qamallaganda bu qanchalik mustahkam turadi. Shu narsalarga e'tibor bergan bo'lardi ko'proq. Markazda bo'lishi kerak, odamlar qulay bo'lishi kerak va tajribali odamlar tomonidan qurilgan bo'lishi kerak. Birinchi o'chirda uylar mustahkam bo'lishi kerak, odamlarning talabiga javob berish kerak. Keyin ko'pchilik qurilish kompaniyalari hozirda uylar quryapti, devorlardan ovozlar eshitilyapti. Shu narsalar bo'lmasa yaxshi bo'lardi. Qurilish kompaniyasi hamma narsaga sifatiga javob berish kerak. Yana-chi. Eng sifatli narsalardan foydalanish kerak-da, endi o'zimizga misol uchun yashash uchun kerak-ku. Eski shaharda bor, 10 City. Ha, 10 City domlari. O'sha Zo'r domlar, yaxshi domlar. Ashaddan. Endi misol uchun shu o'zingizga qanaqa sharoitlari bo'lishi kerak? Sharoit jihatdan, lokatsiya jihatdan qanaqa bo'lishi kerak sizga? Menga shahar sentridan bo'lish kerak. Xullas, tushganda mashinaga chiqadigan uylar aboydan bo'lgan, hamma yo'g'i issiqlik manbasi yaxshiroq bo'lsa bo'ldi. Qisqasi. Ha, issiq, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Menimcha shu Yevropa standartlariga javob beradigan eng asosiysi shu vaqtida javob beradigan bo'lishi kerak. Sizningcha yaxshi qurilish kompaniya qanday bo'lishi kerak? Izohda yozib qoldiring. Janna